Assalamu alaykum, qanaqalar yaxshi mollar, salomat bo'lsin inshaalloh. Men bugun o'zimning big'idan to'plagan uyreklar bilan uyrak murabbasi qilmoqchi, ya'ni kayserichili. Buning uchun oldi bilan men buni yuyib tayyorlab oldim. Mana shu ichidagi urug'ini elib etdim. 5,5 kilo atrofida bo'ldi. Men uni uyda kilo desam kilo oldim. İlk videomda ko'rdinglar balkim, men o'zimning daraxtdan to'plagandim. Bularni men bir desimning ichiga, qozonimning ichiga to'kaman buni. Mana men 5 kilo, 5,5 kilo qildim. Hamda sizlar qanchalar qilsa bilmayman, lekin 1 kiloga 1 kilo shika ishlasanlar bo'ldi. Men 5,5 kiloga yanalam 5 kilo bu bir xaltasi 5 kilo chiqdi. O'sha 5 kiloni ishiltiman. Mana ko'rdinglar 5 kilo. Bo'shning hammasini to'kaman. Mana 5 kiloga men o'sha shikarimning hammasini to'kdim. 5 kilo shikarning. Yani 5,5 kiloga 5 kilo to'kdim modeli. Şu 1 kiloga 1 kilo töksanlar bo'ladi. Mana bu holatda nima qilib og'zini ching itib men bir kicha qo'yib qo'yman. Bir kicha qo'ygandan keyin pishirishga boshlayman. Bir kicha turdi. Mana bizning bir kicha bo'ldi. Mana bu holatga bo'ldi. Bir kicha qo'yib qo'ydim. Endi men o'choqning tagini echib o'ttirhal o'tda, ya'ni bek kuchlik emas, bek tuvan emas, normal o'tda qaynataman. Qaynab bo'lgandan keyin yarim soat yana qaynatamiz. Yarim soat qaynatib 30 minut atrofida qaynataman. O'zimiz qiyamini bilamiz-ku shu vaqtda. Bek kuchlik qilib etsak, uyraklar ezilib ketadi, shunga bek normalroq o'ttiroq qaynatamiz. Bek bo'shtinsa ozroq jiqroq degandek. Mana bu holatda qaynadi. Men hamda bu qaynash oraliqida atrofidagi köpüklerini ara qalab turib, köpüklerini elib etdim. Mana bu holatda bo'ldi. Elishdan 10 minut qolgan vaqtda erishqa 10 minut ilgari bir qo'shiq limon tuzi qo'shib etdim men. Bir tomoq qo'shiqqa men 5 kilo, 5,5 kiloga yaqin qilgandan keyin 5,5 kilo asosan bir qo'shiq qildim. Sizlar agar 2 kilo qilib qolsangiz, bir tomoq qo'shiq atrofida qo'ysangiz bo'ladi. Limon tuzini. Ya'ni bir 10 minutdan keyin o'tni o'chiraman. 10 minut bo'ldi, endi men o'tni o'chirib, bu qutularimga qiziq holatda elib olaman. Mana bu holatda bo'ldi. Agar sizlar qilmoqchi bo'lsangiz, mening bog'dagi o'rik bek pishib ketganligi uchun sal ezilib ketdi. Sizlar sal qattiqroq o'rik tanlasangiz yaxshi. Bu holatda chiqdi, ko'rdinglarmi? Lekin ta'mi haqiqatan payda chiqibdi.